Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan antirum gulini ekib olamiz. Esinglarda bo'lsa, bu gulni tomirlatishga qo'ygandim. Mana chiroyli bo'lib tomirladi. Ro'parasi 1 oy o'tibdi. Salkam 2-3 kun kam 1 oy bo'lgan. Juda ham chiroyli, juda ko'p tomirlagan. Astaga bankasidan olishga harakat qilaman. Yangi rosa mana ko'rib turganingizdek rosa chiroyli bo'lib tomirlagan. Mana barglar ham chiqarishni boshlagan. Ko'rinyaptimi? Mana barglar chiqarishni boshlagan. Buni 3 ga bo'lib ajratib olgandim. Endi mana bunaqa 3 ta prozrachniy tvokka ekib olmoqchiman. Tomirlarni ehtiyot qilib qo'yamiz. Mana bu detkalari ko'rsatganman o'tgan safargi videoda ham. Buni detkalari juda ham yaxshi o'zgaryapti. Bu ona gulidan 1 oy oldin ekib olganman. Hammasini ajratib ekkanimda katta gulim o'zini yomon his qilib ochib qaraganimda o'zi tomirlar chirib ketgan edi. Bolalari mana yozib qo'ygan ekanman, 15-martda ekkanman. Qaranglar, mana ochilishga tayyor bo'lib g'unchalab turibdi. Yangi barg chiqaryapti, barg tagidan ochilishga tayyor bo'lib turibdi. Mana ro'parasi 2 oy oldin ekib olganman. Tomirlar juda ham chiroyli. Juda ham yaxshi o'zgargan. Mana stakanchikda почти egallab olgan. Hamma yog'ini mana shu zeleniy turganlarni hammasi yashil tomirlari. Hattoki mana bunaqa nimadan stakanchani tagidan chiqib ham ketishga harakat qilyapti tomirlari. Juda ham chiroyli rivojlanyapti. Barglari ham yaxshi. Yashil, uchlari qurimagan. Juda ham chiroyli bo'lib rivojlanyapti. Bu antiurumlarga men har haftada bir marta monokaliy fosfat bilan poliv qilyapman. Faqat monokaliy fosfat bilan poliv qilyapman, chunki hozir ochilish davri boshlanyapti. Ochiladi ko'p gullar. O'shaning uchun bularga kuch kerak. O'zlarini kuchi yetmasligi uchun. Agar antiurumlarda o'zini kuchi yetmasa, mana shu joyida qotib qoladi ochilayotgan gul. O'shaning uchun monokaliy fosfatni ko'proq berib turish kerak bunaqa davrda. Ikkinchi detkasi ham bu ikkinchi detkasi ham juda ham yaxshi qoladi, lekin bu hali ochilmadi. Bu ham ochilib qolar. Tomirlari yaxshi, buni ham juda ham chiroyli tomirlari. Men kecha poliv qilganman, bugun tagidagi suvlari bilan birga turibdi. Tagidagi suvlarni to'kib yubormayapman. Nimaga hozir ko'rsataman. Men bitta YouTube'da bitta bloger, rus bloger qizini gullarini kuzatib boraman. Именно antiurum gulini avtopolivga ulabdi. 1 oy ichida gullashni boshladi dedi. Ungacha 2-3 yil gullari gullamagan. Avtopolivga ulagandan keyin antiurumlarini shunaqa chiroyli bo'lib, chaman bo'lib ochilib turibdi. Juda ham ko'rib havasim keldi. Men ham bitta gulni proba qilib ekib ko'rdim, hozir ko'rsataman. Mana o'sha men fitilni polivga qo'ydim. Antiurumni o'zi sug'organ vaqtda tagida suv tinib qolmasin, to'kib tashlanglar deb aytadi. Suvni yoqtirmaydi dedi, lekin mana bu antiurumni men ekkanimda kichkinagina 2 ta tomirchasi bor edi. Hozir ko'rsataman. Bu rezinkani stakanchikda ichiga tushib ketmasligi uchun qo'yganman. Mana tomiri kichkinagina 2 ta tomircha edi, lekin mana o'sha tomiri o'sishni boshlagan. Juda ham yaxshi. Menimcha fitilni poliv juda ham yoqdi. Mana kichkinagina bargcha ochdi. Yana o'sishda davom etyapti. Holati juda ham yaxshi. Hech qanaqa chirib ketishlar, hech narsa bo'lmadi. Mana shunaqa qilib ekib oldim. Dalish ko'ramiz nima bo'lar ekan.
Gullarimni uchga ajratib oldim. Juda ham tomirlari chiroyli bo'lib ketibdi. Qalin, sog'lom bo'lib. Biz ekib olamiz. Men bugun universal turp olganman. Kokosovый substrat и perlit aralashtiraman. Uchalasini aralashtirib stakanchiklarga ekib olamiz. Antirumlar turpoq o'zi yengil bo'lishi kerak. Shuning uchun kokosovый substrat rosa ham yaxshi yordam beradi. Men grunt ko'proq tayyorladim, chunki monstera gulim bor, uni ham tomirlatishga qo'ygan edim. Antirum bilan birga. U ham juda ham chiroyli bo'lib tomirlagan, uni ham ko'rsataman. Uni ham ekamiz, xudo xolasa. Boshladik. Mana buni qaranglar. Men buni barik chiqaryapti desam, bu tomir ekan. Tomir shunaqa o'sib bu tomir ekan. Tomir shunaqa o'sib chiqibdi. Tomirini chiqarib oldim. Bu tomir juda ham chuqurroq ekib o'rmaslik kerak antirumlarda, chunki tomirlari o'sishni boshlagandan pastga qarab ketadi. O'shaning uchun juda ham chuqur ekib o'rmaslik kerak. Videomiz qisqaroq bo'lishi uchun uchala antirumni ham ekib olib, pauza qilib qo'ydim, ekib olib. Mana shunaqa chiroyli ko'rinishda chiqdi. 3 ta antirumim. Bir-biridan chiroyli. Xudo xolasa endi mana bolalariga o'xshab, detkalariga o'xshab ochiladi. Nasib. Mana bu mana hamma joyi rasm bo'ldi. Monstera gulim delikatesniy sorti. Buni ham kesib tomirlatishga qo'yganman. Mana shunaqa chiroyli bo'lib, ko'p bo'lib tomirlagan. Agar kimda shunaqa monsterasi bo'lsa,
kesmoqchi bo'lsa bemalol kesib oddiygina suvga solib qo'yganman. Faqat suvga solganingizda bitta ugul tabletkadan solib qo'ysangiz chirishlarni oldini oladi. O'shaning uchun ugul tabletkani foydasi bor. Shunaqa chiroyli bo'lib tomirlaydi. Mana bular dollar gullarim. Bularni uchlaridan kesib chiqqanman. Yaxshi pattalab chiroyli bo'lishi uchun. Mana kesgan joyimdan qarang, kesgan joyimdan ikkitadan chiqqan. Mana shuning boshidan kesganman. Ikkita yana boshqa chiqargan. Chiroyli bo'lib, yashil bo'lib pattalab o'syapti. Mana bunisini отдельно daraxtcha qilib ekaman deb отдельно qilib olganman. Bu ham yaxshi o'zgaryapti. Shuncha barglar chiqardi. Bu ham juda ham yaxshi o'zgaryapti. Mana bu yana bitta dollar gul. Mana gullarimizni ekib oldik. Endi bularni ertaga mana shu vaqtlari suv solaman. Sразу suv solmaslik kerak. Gullarni ekib olgandan keyin ertaga mana shu vaqtlariga уже bizda kech bo'lib qoldi. Soat 7 bo'lyapti. Ertaga shu vaqtlari bemalol suv solib asosidan sug'orib qo'ysak bo'ladi. Keyin 3-4 kundan keyin, bir haftadan keyin bemalol dorilardan berib, ertaga o'zi epin yoki sirkon dori bilan sug'orsam bo'ladi. Gullar stressga tushib qolmasligi uchun. Qaranglar, qanaqa yangi bargi yaqinlab chiqqan. Xudo xohlasa yana rezultatlarini ko'rsatib boraman. Kanalimda mehmon bo'lsangiz a'zo bo'ling. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'lib, o'zingizni ehtiyot qiling.